Qiz bola qanchalik chiroyli bo'lmasin, barchasi mening ko'zimda. Bunaqa kasallik haqida birinchi marta eshitishim. Ularning hammasi shunchaki cho'chqa. To'g'ri, men ruhiy kasalman. Dahshatli qobiliyat. Uyg'onda kasbi ilohiy cho'chqa ovchisi. Aslida bu darajadagisin. Yoki men uyg'ongunimcha shunday edi. Men ilohlarga teng bo'lgan qobiliyatni o'zlashtirdim. Cho'chqa qabilasining ovchisi. Cho'chqaga beriladigan zarar 100%. Cho'chqalardan olinadigan zarar 50%. Agar o'ylab ko'rsam, bu qobiliyat bilan ruhiy kasal bo'lish unchalik yomon emas. Yuragimda ayol kishi bo'lmasa, tig'imning zarbasi samoviy tezlikka erishadi. Psixopatriya bo'limi. Agar noto'g'ri eshitmagan bo'lsam, ko'zingizda har qanday mavjudot cho'chqaga o'xshab ko'rinadi, to'g'rimi? Men bilan hazillashyapsizmi? Demak, sening ham ko'zingda men ham cho'chqaga o'xshab ko'rinyapmanmi? Xuddi shunday. Unaqa holat haqida oldin eshitmaganman. Shunday yosh kelishgan yigit. Nima bo'lganda ham, keling avval tana a'zolaringizni normal ishlayaptimi tekshirib ko'ramiz. Hozir ko'zingizda nima ko'rinyapti? Men shunchalik go'zalmanki, hatto jinni ko'zida ham cho'chqa bo'lib ko'rinmayman. Ikkita cho'chqa. U haqiqatan ham ruhiy kasal ekan. Umurtqangizda jiddiy muammo bor. Mana bu joyi odamnikidan farq qiladi. Kuchli deformatsiyalangan, hatto biroz kichaygan miyangiz va qo'rquv nervlaringiz chiqib qo'yyapti. Balki shuning uchun ham hamma ko'zingizga cho'chqa bo'lib ko'rinayotgandir. Unda sizni operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Agar operatsiya muvaffaqiyatsiz tugasa, bo'yindan pastki a'zolaringiz ishlamasligi mumkin. Doktor, gapingiz tugadimi? Bunday bo'lsa, menga umurtqamni qaytarib bera olasizmi? Burosdan ham sun'iy suyakni o'zini suyagi deb o'ylayaptimi? Shunday kelishgan yigit o'g'il bo'lyapti-ya. Mening ismim Yechuan. Ruhiy og'ir xastalik. O'zimni bilganimdan beri hamma ko'zimga cho'chqaga o'xshab ko'rinadi. Balki bu ota-onam cho'chqa qassobi bo'lgani uchundir. Lekin bu hayotimga muammo keltirmaydi. Faqat sevgidan boshqa. Bugun bizning kasbiy qobiliyatimiz uyg'onadigan kun. Kasbim uyg'ongandan keyin bu kasallikdan qutulaman deb umid qilgandim. Ammo o'xshamadi. Qaychang akademiyasining uyg'onish marosimi. Agar bu kasallik uyg'onishimga ta'sir qilsa, bu juda muammo bo'lardi. Yechuan aka, axiyri keldingiz. Agar kelmaganingizda, men sizni urib o'ldirardim. Eshityapsizmi meni? Uling Juan, nega Yechunga yopishib olding? Har kuni birga erkalanasizlarmi? Ular bolalikdan beri birga uyg'onishgan. Uyg'onishdan so'ng ular turmush qurib farzandli bo'lishi kerak. Aldiramanglar. Yechuan aka, ularga e'tibor bermaylik. Talaba raqamingiz bo'yicha navbatga turing. Marosim boshlanyapti. Endi bor mahoratingizni ko'rsatadigan vaqt keldi maktab. Kuch, ruh, chaqqonlik. Xususiyatlaringizni asosiy mana shu 3 ta narsaga bog'liq. Agar sizlar yuqori darajadagi jang san'atini uyg'otsangiz, bu taqdiringizni hal qiladi. Ammo sizga havas qiladi va King akademiyasining shon sharafini ko'tarasizlar. Boshladik. Qo'lingizni tosh ustiga qo'ying. Kasbi o'rta darajali temirchi. Kasbi yuqori toifali shifokor. Kasb turi kichik muhandis. Kasb turi cheksiz soya qilichbozi. Bu yo'q daraja. Yigit, sening isming nima? Direktor, mening ismim Lu Jinglong. Ajoyib ism. Hozircha borib yaxshilab dam oling. Keyinroq kelajagingizni hal qilish uchun o'zim shaxsan boraman. Rahmat, direktor. Albattaki, Yechuan. Yechuan aka, omad. Bu yigit juda ham g'alati ko'rinadi, ammo uning ko'rsatkichlari odamni jinni qiladi. Oddiy odamlarda 3 ta bo'ladi, ammo bu yigitda esa 10 ta, 3 barobar ko'p. Balki biron mo'jiza yuz berar. Bu nima? Oltin rangdagi yuqori qobiliyat. Va nihoyat ilohiy yoxud afsonaviy cho'chqovchining ikkinchi qismini boshlab oldik. Ilohiy daraja. Rostdan ham ilohiy daraja. Ilohiy darajadagi kasb cho'chqa qassobi. Cho'chqa qassobi? Bu xatolik emasmi? Qanday qilib bunaqa ahmoqona kasb bo'lishi mumkin? Endi uni omadli deymizmi yoki davomatsiz? Go'yo hamma uni mazax qilayotgandek. Necha yillardan beri direktor bo'lsam ham ilk bor ilohiy darajadagi kasb uyg'onishini ko'rdim. Ammo bu eng foydasiz kasb. Cho'chqa qassobi bo'lib chiqdi. Hech bo'lmasa ilohiy temirchi, tabib yoki alkimyogar bo'lganida maqtab yura olardim. Umid qancha katta bo'lsa, hafsala shunchalar bir bo'lar ekan. Bu bolakaydan katta mo'jiza kutgan edim. Afsuski, u shunchaki ahmoqona qilmish qildi. Ovchi, sen Nima bo'pti o'zi bo'pti.
Kızım. Короче, hammasini o'qib chiqishni yomon ko'rdim. Shuning uchun o'zlaring o'qib olasizlar. Cho'chqalar ovchisi. Cho'chqalarga 50% qo'shimcha zararmi? Boylikka telba bo'lish yomon emasdir. Chunki butun dunyo mening nazarimda cho'chqalar bilan to'la. Cho'g'ni tishlab turibdi-yu, oldida katta unaqa yozuv va o'sha tilak bosinglar deb yozib qo'ygan. Cho'masanglar yaqinlashtirib ko'rishlaring mumkin. Mayli, nima ham qiladim? Qorib buxlayman. Deb kulishyapti. Qiching akademiyasi nihoyat haqiqiy ajdahoni yetishtirib chiqadi deb o'ylagandim. Lekin ma'lum bo'lishicha, u shunchaki cho'chqa hisobi ekan. Bu juda ham kulgili. Qiching akademiyasida bor yo'g'i bitta haqiqiy ajdaho bor. U ham bo'lsa Jilong aka. Sen iflos. Hammasi joyida, Yuchuang aka. Siz ilohiy darajadagi cho'chqa qassobini uyg'otdingiz. Demak, aslida otangizni yo'lidan borishingiz mumkin bo'ladi. Jahannamga kiribchi. Omadli yigit ko'p hayoti davomida savob ishlar qilgan bo'lsa kerak. Yamaki juda xursand bo'ladi. Dadam ham albatta. Ulug'bang bilan ikkalamiz bolalikdan qo'shni bo'lamiz. Ota-onalarimizning har ikkisi ham hayotiy kasb egasi va doim bizni juftlik qilishga urinishadi. Keyingisi Ulug'bang. Navbat meniki, Yechuang aka. Qiziq, onamning tikuvchilik kasbini meros qilib olarmikanman yoki dadamning sharobbozlik kasbinimi? Lekin qaysi kasbga ega bo'lishimdan qat'iy nazar doim yoningizda qolaman. Tegim kibotdi. Rojoz biznes ko'chamizda urush bo'lib ketdi, ishoninglar. Nima? Bu afsonaviy kasb. Jangovar turdagi afsonaviy darajadagi qor odami, 7 qilich boksi. Tushunmadim o'zim nima deb tarjima qilingan bo'lsa. U haqiqatan ham afsonaviy jangovar kasbni uyg'otdi. Ota-onasi hayotiy turdagi kasblarga ega emasdimi? U qandaydir mutatsiya bo'lsa kerak. Ulug'bang, xavotir olma. Kelajakda nimaiki kerak bo'lsa, Qiching akademiyasi seni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Rahmat. Biri qassob, ikkinchisi afsonaviy jangchi. Ulug'bang hali ham Yechuan ortidan kuchukday ergashib yuradi deb o'ylaysanmi? Shu ham savolmi? Ulug'bang o'sib boryapti, ammo Yechuanchi o'sha omadsiz aqllilik qilib undan uzoq yursa yaxshi bo'lardi. Tabriklayman. Yechuan, tan olaman o'rtamizda bir-ikki narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo bundan buyon hammasiga oydinlik kiritib olaylik. Biz endi bir olam odamlari emasmiz. Mayli? Endi siykalaman. Hazil qilmay shu miylayini. Bilaman, bu senga qattiq zarba bo'ldi. Hammasi joyida ko'rinish ko'rinma. Sen shunchaki qassobsan, hech qachon katta yutuqlarga erisha olmaysan. Meni ayblama. Agar e'tirozing bo'lmasa, unda kelishib oldik deb hisoblaymiz. Kelajakda meni bezovta qilmasang bas. Nihoyat o'sha qizdan qutuldim. Agar boshqa gaping bo'lmasa, men ketdim. Ulug'bang, unga haqiqatni ko'rsatib qo'yishimni xohlaysanmi? Oy, ko'tpoq, bu yoqqa kel. Oy, senga gapiryapman, quloqing karmi? Nima istaysan? Voy, siyib qo'ydim. Uning nigohlariga qaraganimda xuddi cho'chqa kabi so'ylayotganimni his qildim. Ha, Jilong siyg'oqdan qo'rqdimi? Jilong aka, sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? La'nat ko'tpoq bola. Menga tik qarashga jur'at etyapsanmi? Nimalar bo'lyapti? Nima? Bu imkonsiz. Axir sen oddiy qassobsan-ku. Nega bunchalar kuchlisan? Men qassobman. Tabiiyki, qo'llarimda ancha kuch bor. Hammasi mantiqiy, to'g'rimi? Alfa dublyaj kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Itachi va nihoyat ikkinchi bobi ham tugadi. Ajoyib manfa. Bitta tashlaymiz hozir.